Uyingiz ne standartmı? Uyingizda misol 2,5-3,5lik razmerli xonalar bo'lishi mumkin. Yoki da bo'lmasa zaliz ulli bo'lib turib, o'rtaga stoyka tushgandi. Yoki da bo'lmasa burchakda kamin qo'yib qo'yibmisiz. Xullas, uyingizda ko'tarib turib, g'alim tena suqib bo'lmaydigan narsalar bo'lsa, sizlarga zo'r yechim, ya'ni zo'r variant ko'rsatsak-miz, Kavralanlardan tavsiya etamiz sizlarga. Sababi bularning eng chetindagi guli bilan eng o'rtasindagi gulining farqi umuman bo'lmaydi. Enini 80 santimetrdan kelib turib, bemalol 5 metrgacha bo'lgan endi topib o'zlaringizni xohlagan didingizdagi ko'rinishdagini xarid qilsangizlar bo'ladi. Klassika, new klassika, high tech, atachento ko'rinishdagi har xil sifatdagi qalin, yupqaroq, tig'iz to'qilganlaridan ham bemalol o'zlaringizga yoqqanini xarid etib bilasizlar. Kavralanni plus taraflaridan yana birsi, chetlarida misol qirqiladigan joylari bo'lsa, qirqib qaytadan do'qib tikib bergan vaqti umuman bilinmaydi. Как будто shu uylaringizga standart bo'lib, mos bo'lib tushib turganning bo'lib turaveradi. Xullas, hammangizni Urgas hamda Asiya Carpet gilamlar do'konlarida kutib qolamiz va adresini tushuntirib o'tamiz sizlarga. Birinchi do'konimiz Obxodnoy yo'lini bo'yida Bog'i Eron to'yxonani yonboshida joylashgan. Ikkinchi do'konimiz esa shahar markazida Ko'na tunnelning yonginasida joylashgan bo'ladi. Bizning do'konimizdan kelib turib, gilamlarni, kavralanlarni, doroshkalarni cheklanmagan miqdorda optima va donaga xarid qilsangizlar bo'ladi. Plus Urganch shahri bo'ylab dostavkasi bilan va boshqa hududlar ham kelishilgan tarzda dostavka qilib beramiz. Hammangizga ko'rishguncha.